Yangilik o'zimizda G'allaorolda Rodbin, Shpaklyovka, kafelnikli mahsulotlari ishlab chiqarilyapti ekan. Ichki va tashqi remont uchun ishlatiladigan mana shu mahsulotlarimiz brendli tovarlar bilan sifat bo'yicha bemalol tenglasha oladi. Bu yerda birinchi qo'l ishlab chiqarish bo'lgani uchun narxlari ancha hamyonbop va arzon. Narxini ham aytib ketaman. Rodbinimiz 28 ming so'm chiqyapti. Mana buni kafelnikilimiz. Bu ham 28 ming so'm. Ikkalasi ham sifatli mahsulot bo'lyapti. Yana bitta zo'r tomoni, G'allaorol bo'yicha dastavka tekin ekan. Agar ko'proq ob'yomda olaman desangiz, yana ham narxida o'tib beradigan joylari bor. Undan tashqari bu joyda penoblok g'ishlari ham bor, ya'ni har xil turdagi assortimentlari mavjud ekan. Narxlari ham hamyonbop bo'ladi va tomga pena quyish xizmati ham mavjud. G'allaorol penoblok joylashuvi Ko'kkumbaz MFI Hojito'p mahallasida joylashgan.